Sizlarga 13.500 dollarga Monza ko'nasiz hozir. Vaqting. Yo'q. Vaqt keling, kech qolmang, vaqting. Bermayman pulga. Ko'ndiraman hozir 13.500 ga. Yo'q. Ko'ndiraman. Yo'q, aka. Ko'ning aka. Aka, Monza. Javr bo'lyapti. Mana sizga yolg'on Allohga rost mana qarang. Xarajat polirovka qildirdim aka, polni 100 dollarga. Mana stoykalarni yangi qo'ydi mana. Mana videolari bor, polni ko'ravering aka. Probek qancha bunda? 55 ming aka, halol o'zini 100 mingga ham mana bu. Yo'q, taqir bor edi, men o'zim uchun qildirdim aka. Ha, shuncha narsa qilgansiz. Ha. Necha pulga olgansiz buni? To'g'risini ayting. Bu aka o'zimga mana bu xarajatlari bilan 14300 ga turibdi aka. Ammo sizga men buni 13.5 ga qo'ymoqchiman. Yo'q aka. Ekranga like bo'lsangiz yakson qilamiz. Qani edi bu yaramas. Ha, mana. Mana 1.5 ham bu. 1.5 atmosferni aka. Biron xarajati yo'q. Qadabu, podarkasi bor aka bagajiga. Men o'zi aytaman yangi yilga. Balon yangi ekanmi? Ha, 4 ta yangi diska balon qo'ydik aka, premyer diska. Tonirovkaga bormi ruxsat? Ruxsati bor. O, qora ekan yana. 55 ming masofa. Bu Samarqand mashina bozori. Samarqand mashina bozori men bitta bagajda ochib yuboring. Garantiya berib aytaman, respublikadagi barcha bozorlardan ko'ra Samarqand bozori arzon. Qarang. To'xtang. Mana bu yangi yil kelyapti aka, 26-yilga mana bu podarkasi mana. O joningda. Yana to'ldirib beraman. To'ldirib. Ha, qancha benzinni ham to'ldirib bering. Yo'q, qancha mana shu yerga ketadi-ku? 200 mingga, 300 mingga to'ldirib beraman. Qolmi shunga bo'lganmi? Yo'q, shumkasi yo'q aka. Aka bitta gapda mana video ko'ruvchilarga respublika bo'yicha eng arzon mashina bozor Samarqandniki. Bizga. To'g'risi. Ochiqcha, chunki men profilimga o'tib qaraysiz-da, boshqa viloyatlarga qaraganda nisbatan narx-navo imенно Karistada arzon. Siz obuna bo'lib, like bosib kuzating. Sizga obuna bo'lgandan foyda, men boshidan ham aytib kelaman-da, narx-navodan xabardor bo'ling. Mashinani arzon sotib qo'ymaydi, qimmat mashina sotib olmaydi. Chunki beda bo'lsa hamma narsa ochiqcha chiqaraman-da. Keyin bitta narsasi bor aka. Toshkentga Equinox bilan Malibuning narxi yomon baland. Sizlarga arzon. Bizlarga Premierni 22larini o'zimizga 24 ming, 24 mingga zo'rin olsa bo'ladi. Samarqand bozoriga. Buni yakson qilaylik. Bu do'stlaringizga ayting-da, birinchi obuna bo'lsin-da. Hammaga obuna bo'linglar bu kishiga. Yaramaslik qilmanglar lekin. Mana sizlar uchun yakson qilib yuribman. Akaning pul oxiri. Buni aka aytyapman mana. 14300 ga o'zimga turibdi. Mana xarajatlarim bilan, genpeni bilan 14,5 bo'lsa oxiri beraman aka. 14,5 qo'ydim. Mana yangi yilga. 14,5 qo'ydim. Karistadan chiqsa xayriga bo'lmaydi. Xayriga shu gazni polni beraman. Nomer telefoningizni ayting. 88lik 394 94 85. Ana 14,5 ga Monza 23 ha? 23 chista 23. Tonirovkaga ruxsat, balon yangi, bosmaysizmi desam, aytganimda o'sha Samarqand mashina bozor eng arzoni. Karista eng arzoni. Sog' bo'ling.